bolam. O'zing bilasan. Qayerda yursang ham joning omon bo'lsin, bolam. Xo'p, oyi. Xo'p. Sog'lig'ingizga ehtiyot qiling. Rahmat, bolam. Xayr. Zoir aka. Madi? Yaxshimisiz? Rahmat, o'zing qalaysan? Yaxshi. Eshitdingmi, ertaga armiyaga ketyapman. Eshitdim. Qachon kelasiz, Zoir aka? 1 yillik xizmatni o'tab kelaman. Kutasanmi? Yo'q. Ha. Nima bu? Senga. Voy, chiroyliligini. O'zingga o'xshaganda. Loppa loyiq keldi. Yarashdimi? Senga hamma narsa yarashadi. Yoqdimi? Judayam nozik ishlangan ekan-a? Ha. Madi. Madina, to'xta. To'xtagin. Madina. Shunga xafa bo'lasanmi? Menga qara, to'xtagin. Kechir. Iltimos, seni xafa qilmoqchi emasdim. Kechira qol. Oyimni sovchilik yubormoqchiman. Nima? Rozimisan? Ovqati mazali bo'pti. Ha. Zoir, nega qorningni to'yg'azib olmading? Tushlikkacha cho'zilib qolishing mumkin, o'rtoq. Bu bolani dardi bor. Shuning uchun tomog'idan ovqat o'tmayapti. Meni tinch qo'yinglar, iltimos. Nega endi menga yopishib oldinglar? Ovqatimni yeymanmi, yemaymanmi, sizlarga nima? Voy. Qani, saflanishga. Ana, gapim to'g'ri ekanmi, Zoir, to'xta. Saflan. Tekislan. Rostlan. Hozir hamma tibbiy ko'rikdan o'tishga boradi. Tushlikdan keyin test imtihonlariga konsultatsiya o'tkaziladi. Tushunarlimi? Xuddi shunday. O'ngga. Qadam bos. Birinchi Holat test bo'yicha olinsa, har boshqasiga yoqadi. Assalomu alaykum. Mumkinmi? O'tiring. Xo'p, Bekzod Temirov nima bezovta qiladi? Hech narsa. Hech qanday shikoyatingiz yo'qmi? Yo'q. Boshingiz aylanmaydimi? Yo'q. Qo'yningiz aynimaydimi? Yo'q. Kechasi uyquda turib yurib ketmaysizmi? Yo'q. Yaxshi. Oyog'ingizni bir-birining ustiga qo'ying-chi. Qo'lingizni bering. O'zingizni erkin tuting. Qani, mana unga qarang-chi. Bu yeringizga nima qilgan? Chandiq bor ekan u boshingizda. Ha. Yoshligimda sinfdoshlarim bilan urushib qolgandik. Og'ayni, yur endi. Qo'y bor. Ketdik, Zoir. Boshingiz tez-tez og'rib turmaydimi?
Boshingiz bezovta qilmaydimi deyapman. Yo'q, hammasi joyida. Boshingizni rentgen qildirib keling. Rentgen ikkinchi qavatda. Ismatov. Qon bosimingiz balandku. Kecha sig'ish chiqmaganmidi? Yo'q, chiqqani yo'q. Hech qayeringiz og'rimayaptimi? Rangingiz ham bir ahvolda. Yashirmasdan to'g'risini aytavering. Yo'q, hech narsani yashirmayapman. Kechasi yaxshi uxlay olmadim. Shuni asorati bo'lsa kerak. Oldinlari ham qon bosimingiz oshib turarmidi? Hayronman. Shu paytgacha qon bosim nimaligini bilmaganman. Nimadandir qattiq hayajonlanganga o'xshaysiz. Yo birorta bilan aytishib qoldingizmi? Unaqa odatim yo'q kenayi. Oddiy askar Ismatov. Kelinayingiz qishlog'ingizda bo'ladi. Bu yerda marhamat qilib nizom bo'yicha murojaat qilishga o'rganing. Xo'p bo'ladi, o'rtoq kapitan. Bu yerda taqdiri hal bo'lyapti-yu, kenaylaydi-ya. Hozir qon bosimingiz baland deb yozib bersam nima bo'lishini bilasizmi? Xuddi shunday, o'rtoq kapitan. Mayli. Siz boravering. Qon bosimingizni ertaga yana o'lchab ko'ramiz. Agar ertaga ham baland chiqsa, Ismatov, imtihonlarga ruxsat berilmaydi. Tushunarlimi? Tibbiy daftarchalaring qo'llaringda, a? Ertaga nonushtadan oldin qon topshirib ketinglar. Ishlar chatoq. Askar Vaqqosov. 6 kilogramm oshiqcha vazningiz bor ekan. Yana. Nima qilamiz? Ozish kerak. Kamroq ovqat yeng. Yana bir marta tibbiy ko'rikdan o'tkazishga to'g'ri keladi. Bo'pti. Ha, polvon. Nima bo'ldi? Nega xafasan, Shukur? Ha, Shukur. Ishim xurjun, o'rtoq. Bu gal yordam bera olmaysan. Yana birortasi bilan gap talashib qoldingmi? Yo'q. Doktor semizsan, ozishing kerak dedi. Shunga shunchami? 2 kun surgi dori ichgin, tamom, olam guliston. Nima, yana mazax qilyapsanmi? Nega mazax qilarkanman? Agar menga ishonmasang ana, so'ra Mahmuddan. U nima, doktormidi? Doktor bo'lmasa hamchi, Ibn Sinoni Ural tabibdan kam o'qimagan. Rostdanmi? Professor. Nima deysiz? Qanchalik gapinglar to'g'ri, noto'g'riligini bilmadim-u, lekin mashoyixlar aytishgan. Iching ketdi, kuching ketdi deb. Tushundingmi? Senga ichim ketdi deyapmanmi? Boshqa yo'li yo'qmi, Vali? Bor. Ovqat yemasdan faqat yugurishing kerak. Bir pas tozasan. Xayriyat-ey, bu nima qilganinglar, yigitlar? Tibbiy daftarchalaringlarni nega tashlab ketdinglar? Axir bu hujjat-ku. Esdan chiqdi. Temirov kim? Men. Aliyev. Men. Tibbiy ko'rikdan yaxshi o'tdinglar. Imtihonlarni topshirishga ruxsat berildi. Zoir Ismatovchi. Ertaga kelib qaytadan qon bosimini o'lchatadi Ismatov.
Tushgan bo'lsa-ku yaxshi. Ammo baland chiqsa, o'rtog'inglar imtihonga kiritilmaydi. Harbiy qismga qaytarib yuboriladi. Xo'p, mayli. Alisher, endi nima qilamiz? Biror chorasini topish kerak. Shoshma, hozir. Bo'lsang-chi ketib qolyapti axir. Ushlab tur. Ha, Bitta fikr bor, hozir. Kechirasiz. To'xtang. Iltimos, 1 daqiqaga to'xtang. O'rtoq hamshira. Deb shunday go'zal qizga murojaat qilgim kelmayapti. Ismingiz nima edi? Nima? Menga sevgi izhor qilmoqchimisiz? Yo'q, birdaniga. Navbatga yozib qo'yardim. 1000-chimi yo 1001-qilib. O'qishni bitirib ketguncha navbatingiz ham kelib qolar. Biz bechoralarga istisno qilsangiz bo'larmidi? Balki hali qayerda turishimni ham so'rarsiz. Hozircha ismingiz o'zi kifoya. Ismim Nodira. Bo'ldimi? Yo'q, Nodiraxon, uzr. Kechirasiz. Sizga bir iltimosim bor edi. Xo'p, gapiring. Shoshib turibman. Gap shundaki, Zoir meni ham qishlog'im, Xo'sh. sindosh o'rtog'im bo'ladi. Shu do'stim bedavo bir dardga chalinib qolgan. Shunaqa deng. Ha, shunaqa. Xo'sh, nima kasal ekan u yigit? Bu yigit muhabbat dardiga mubtalo bo'lgan. Meni sevib qolmaganmi ish qilib? Yo'q, men jiddiy aytyapman, Nodiraxon. Vaqt paymon qilib qo'ygan qizning otasi boshqa bir yigitga turmushga beryapti. Bunaqa noxush xabarni eshitgan odamni nafaqat qon bosimi oshadi, yuragi to'xtab qolishi ham mumkin-ku. Hali gap bu yo'da deng. Xo'sh, men nima qilishim kerak? Xullas gap mana bunday, Nodiraxon. Ertaga ertalab terapevt huzuriga men Zoirning o'rniga Behzodni olib kiraman. Qarabsizki, u Behzodning qon bosimini o'lchaydi. Nima? Siz yo'ldosh va ahmoq deb o'ylayapsizmi? Kecha Ismatovni o'zi tekshirgan-ku. Shoshmang. Kecha tekshirgan bo'lishi mumkin, lekin o'zingiz o'ylab ko'ring. Axir shuncha askarlar hammasini eslab qola olganmikin? Uni ustiga Zoirning daftarchasi sizning qo'lingizda bo'ladi. Qolaversa ko'p narsa sizga bog'liq. Siz u ayolni bilmas ekansiz. Agar bu qilgan hiylamizni payqab qolsa bormi? Zoir-ku mayli. Qaytib ketar. Lekin meni ishdan haydashlari aniq. Iltimos, Nodiraxon, yo'q demang, bir ilojini qilaylik. Bugungi sinov mashg'ulotlarida avtomatotexnikani qanchalik puxta bilishingizni namoyish etasizlar. Vazifa ZIL 131 avtomobilini jangovar holatga keltirish. Tushunarlimi? Xuddi shunday. Vaqt ketdi. Chaqqon. Vaqqosov tezroq. Tezroq. Menga uzoqlar. Havo filtrini olayotganingda uni bunday qilib keyin qaynatirib qotiradi. Bu juda ham murakkab. Tezroq harakat qilish kerak. Yo'qsa ulgurishmaydi. Tezroq. Kech qolyapsizlar. Tez. Mana hozir.
askar Hamidova. Mashinani o't oldiring. Vaqt qolsin, imillama. Tezroq, tezroq. O'rtoq kapitan, mashina texnik sozligi tekshirildi. Yaxshi, juda soz. Mashq o'z vaqtida bajarildi. Kiring. Mumkinmi? Marhamat. Ism sharifingiz? Ismatov Zoir, o'rtoq kapitan. Ismatov? Xuddi shunday, o'rtoq kapitan. Ha, esimga tushdi. Kecha qon bosimi baland chiqqan oddiy askar Ismatov siz edingiz, a? Xuddi shunday, o'rtoq kapitan. Ismatov, siz artilleriyachisiz, a? Xuddi shunday, o'rtoq kapitan. Ismatov artilleriyachi. Sizni bu yerga kim chaqirdi? Nima qilib turibsiz bu yerda? Kecha do'stim huzuringizga kirganda savlatingiz bosib, qon bosimi oshib ketdi. Meni kechirasiz. Shunga birga keluvdim, o'rtoq kapitan. Boring. Bu yerdan chiqib keting. Boring dedim. Boring, boring. Xo'p bo'ladi, o'rtoq kapitan. Tez. Odamni jinni qilib yuborishadi-ya. Shunaqa ham bo'ladimi? Tavba qildim. Xo'sh, Ismatov dedingizmi? Shoshmang. Artilleriyachilar tushdan keyin kelish kerak emasmidi? Kecha vaqtliroq kelgin deganingizga keluvdim, o'rtoq kapitan. Ha, shunaqa debmidim. Ha, mayli. Ey, nima qilyapsan? Qoch. Qara, tinchlikmi? Nimaga gap bo'lyapsan? O'shanga. Xo'p, bo'pti, so'rab ham Gap bo'lmaydimi? ko'paytirmalaring bor. Bilganingni qilsan. Jo'nalaring. Hamshira yozing. 120 ga 70. Xo'p. Xo'sh. Yurak urishi 72, me'yorida. Kecha qon bosimingiz necha edi? Haligi 130 ga 90. ha, Qiziq. Qani Ismatov 10 marta o'tirib turingchi, keyin yana o'lchab ko'ramiz. 1 2 3 4 Ha, Rahim, qanaqa ekan? 6 7 Tozaga o'xshaydi. 8 Shunaqami? 9 10. Sen kirdingmi Odil terapevtga? Oldin bu yoqqa kirishim kerak. Zerikib ketdim. Bir kun doktor oldiga bittasi kelibdi-da, doktor debdi. Doktor ha desa, ertalabgacha tushimda sichqon futbol o'ynaydi. Jon o'rtoq. Nimaga futbol o'ynaydi? Tushunmayman desa, doktor hayron bo'lib, eshitib oling. Voy, nervni ekansan-ku, o'zingni nevropatologga ko'rsat, o'rtoq. Yana 120 ga 70. Bo'lishi mumkin emas. Kechagi baland qon bosimini asorati bugun oz bo'lsa ham qolishi kerak edi. Yo kecha noto'g'ri o'lchadimmikan? Hammasi to'g'ri. Qani daftarchasini bering-chi. Nega imillaysiz? Bering. Mana o'rta kapitan.
Hali yozib ulgurmovdim. Eshitaman, o'rtoq polkovnik. Xo'p. Xo'p bo'ladi, o'rtoq polkovnik. Hozir boraman. Siz daftarchani to'ldirib, Ismatovga berib yuborarsiz. Meni boshliqlar chaqirishyapti. Siz hali ham shu yerdamisiz? Xuddi shunday, o'rtoq kapitan. Ay, tavba qildim. Aytdim-ku, hammasi xamirdan qil sug'urgandek bo'ladi deb. Sizga katta rahmat, Nodiraxon. Nodiraxon, kechirasiz. Biz Xudoni o'zi bir asradi. Agar telefon jinglab qolmaganda bilmadim. Meni ham, sizni ham sharmandamiz chiqib haydalib ketgan bo'larmidik? Nodiraxon. Bu nima deganingiz? Devonani ishini Xudoyim o'zi o'nglabdi deyishadi. Zora uchalamiz ham o'qish kirib ketsak, bizda qolib ketmas? Ha. O'rgildim sizlardan. Odamni yuragi o'ynoq qildinglar-ku, a? Hali o'qishga kirmasdan turib shu ahvol bo'lsa, o'qishga kirgandan keyin qanaqa karomat ko'rsatarkinsizlar? Mayli, Bezod, men seni tashqarida kutib turaman. Ko'p qolib ketma. Falokat bosib ko'bra kelib qolmasin. Xo'p? Nima? Qanaqa kobra? Nima dedingiz? Nima dedingiz? Siz uchun bilmadim-u, men uchun kobra. Qani tez, jo'nab qoling-chi bu yerdan. Nodiraxon, yana bir bor uzr. Baraka toping, bir do'stimizni deb sizni ham tashvishga qo'ydik. Mayli. Hech qisi yo'q. Bu safar omad chopdi. Lekin agar keyinchalik ham qon bosimi tushmasa, o'ziga qiyin bo'ladi. Bilasizmi, Nodiraxon? Uni o'zi soppa-sog'. Ha demay, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Tuzing uchun shukr aytib baxtga to'laman. Xizmatingga yaraydi bir kun, men albatta serjant bo'laman. Vatan bergan non tuzing uchun shukr aytib baxtga to'laman. Xizmatingga yaraydi bir kun, men albatta serjant bo'laman. Xizmatingga yaraydi bir kun, men albatta serjant bo'laman. O'zim senga bo'layin posmon kerak bo'lsa, fido bo'lsin jon, o'lsam sira qilmasman armon, men albatta serjant bo'laman. O'zim senga bo'layin posmon kerak bo'lsa, fido bo'lsin jon, o'lsam sira qilmasman armon, men albatta serjant bo'laman. Yo'qdog'ingga ko'z tegmasin deb, chorbog'ingga ko'z tegmasin deb, tuprog'ingga ko'z tegmasin deb, men albatta serjant bo'laman. Yo'qdog'ingga ko'z tegmasin deb, chorbog'ingga ko'z tegmasin deb, tuprog'ingga ko'z tegmasin deb, men albatta serjant bo'laman. Xizmatingga yaraydi bir kun, men albatta serjant bo'laman. O'zim senga bo'layin posmon kerak bo'lsa,
bo'lsin jon olsam sira qilmasman armon men albatta serjant bo'laman o'zim senga bo'layim posbon kerak bo'lsa fido bo'lsin jon olsam sira qilmasman armon men albatta serjant bo'laman o'zim senga bo'layim posbon kerak bo'lsa fido bo'lsin jon olsam sira qilmasman armon men albatta serjant bo'laman o'zim senga bo'layim posbon kerak bo'lsa fido bo'lsin jon olsam sira qilmasman armon men albatta serjant bo'laman Siz hali ham shu yerdamisiz? Xuddi shunday o'rtoq kapitan. Ay, tavba qildim. Aytdim-ku, hammasi xamirdan qilsa o'rgandek bo'ladi deb.
Sizga katta rahmat, Nodiraxon. Nodiraxon, kechirasiz. Biz Xudoni o'zi bir asradi. Agar telefon jinglab qolmaganda bilmadim. Meni ham, sizni ham sharmandamiz chiqib haydalib ketgan bo'larmidik? Nodiraxon. Bu nima deganingiz? Devonani ishini Xudoyim o'zi o'nglabdi deyishadi. Zora uchalamiz ham o'qish kirib ketsak, bizda qolib ketmas? Ha. O'rgildim sizlardan. Odamni yuragi o'ynoq qildinglar-ku, a? Hali o'qishga kirmasdan turib shu ahvol bo'lsa, o'qishga kirgandan keyin qanaqa karomat ko'rsatarkinsizlar? Mayli, Bekzod, men seni tashqarida kutib turaman. Ko'p qolib ketma. Falokat bosib kobra kelib qolmasin. Xo'p? Nima? Qanaqa kobra? Nima dedingiz? Nima dedingiz? Siz uchun bilmadim-u, men uchun kobra. Qani tez, jo'nab qolingchi bu yerdan. Nodiraxon, yana bir bor uzr. Baraka toping, bir do'stimizni deb sizni ham tashvishga qo'ydik. Mayli. Hech qisi yo'q. Bu safar omad chopdi. Lekin agar keyinchalik ham qon bosimi tushmasa, o'ziga qiyin bo'ladi. Bilasizmi, Nodiraxon, uni o'zi soppa-sog'. Hademay hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bahodirov kim? Men. Ichkariga kiring. Xo'p bo'ladi. Ha, Bekzod. Qo'l qilib qo'ymadingmi ish qilib? Nima balolarni boshlab qo'ydik, Alisher? Nima qilibdi? Yotib qolguncha yotib qol deyshadi. Yo nima? Zoir o'qish kira olmay qolishini xohlaysanmi? O'zi shundoq ham siqilib yurgani yetar. Nuqul, hamma narsaga balogardon qilasan. Zoirni deb bir marta sendan musht yeganim yetardi. Mayli, Bekzod. Hali ishlarimiz hammasi besh bo'ladi. Siqilma. Ko'rmay o'tib ketishini qara. Oy. Qayoqqa? Terapevtning oldiga. Qon bosimini o'lchatishim kerak edi. Oy. Qanaqa terapevt? Qanaqa qon bosim? Yo'q aka. Mana, o'qi. Kameramizni bering, uyga ketmoqchimiz. Bor Toshenter. Hamid aka, iltimos, bera qoling, biz ketmoqchi edik. Sen churvaqalar anchadan beri jonimga tegiribsanlar. Kechaga aytgan pulni olib keldilaringmi? O'tdan bermadilar. So'rab o'tirasanlarmi? So'ramay olib bo'lmaydi-ku. Meni ishim nima? Nega birovning narsasiga xo'jayinchilik qilasiz? Bor ishingni qil. Bering, Hamid aka. Tortlaring qo'lingni, qo'rlaring. Shu kamera kerak senlarga? Bering. Mana ollaring. Voy, kamera. Voy, kamera oqib ketyapti. Shu kamera. Voy, Zoir, kamera oqib ketdi. Nima, Zoir? Hozir. Tushdi, tezroq. Hozir ushla. Kamera, Alisher, tezroq. Alisher, qo'li qol tezroq, Alisher. Qo'li qol tezroq. Ana, cho'kyapti. Ol, oyog'idan o'yin. Mayli, qo'rqib qoldik-ku. Shuni biroz o'zimga aytib qo'ysalaring bo'lardi-ku.
Men qara. O'zing nimaga bizdan siringni bekitib yursan bo'lmasa? Bo'pti, yigitlar. Qochdik bu yerdan. Hozir ana bu terapevt kelib qolsa, shuncha uringanimiz bir pul bo'ladi. Behzod. Bu yoqqa qarab boring. Hozir. Ana, aytmadimmi? Rasvo bo'ldi. Endi bu yog'ini o'zing ham allagin desant. Xudo quvvat bersin. Bo'pti. Ertaga yana ko'rinib ketarsiz. Davolanishni oxiriga yetkazmasa, asorati qolishi mumkin. Doktorlardan kimlar qoldi? Nevropatolog. Nodiraxon, tinchlikmi? Yana nima bo'ldi? Yo terapevtingiz bilib qoldimi? Ishim bitdi. Eshagim loydan o'tdi ekan-da. Tushunmadim. Nimaga endi hammalaring qochib qolyapsizlar? Yo'q, Hech bo'lmasa muzqaymoq bersanglar bo'larmidi? Muzqaymoq sizdan aylansin, Nodiraxon. Kechqurun bir chelak olib kelib beraman. Ana qaytsin. Voleybol o'ynasang, tezroq tosh tashiysan. Rostdanmi? Hozir qotiramiz-da. Shukur polvon, qanishlar? Ko'ramiz-da. Yaxshi. Shukur, mana, shukur. Ana. Qani yaxshi. O'sha. Bu yoqqa. Qoma. Ya, ur. Ana, mana shu. Ana, mana yaxshi. Qaytar. Shoshma, mana qaytar. Ur. Yaxshi. Ana. Shashtingcha baland edi-ku. Nima bo'ldi? Valla. Aytganingdek, surgidori ichaman shekilli endi. Surgini qo'y bo'lmaydi. Ozishim kerak. Undan ham zo'r bir usul topdim ozishing uchun. Bu nima qilgani? Yaxshi. Dadaxon aka, ikkita pirojni berib oling menga. Yo'q, bu gal ikkita. Osh bo'lsin. Rahmat. Menimcha bitta pirojni yesam hech narsa qilmaydi. Ikkita pirojniy. Mana vali. Qani, boshla. Meni parhezimni birinchi bosqichida hamma pirojni yeganida sen qarab turishing kerak. Tushundingmi bo'chalog'im? Ha, zo'r bo'ldi. Hammaga yo'q. Alisher, yoqmisiz? Parhezing bilan qo'shmazor bo'l. Yaxshi emas bu gaping. Axir biz seni foydangni o'ylayapmiz, do'stim. Ha? Nima bo'ldi? Bitta pirojni yesam hech narsa qilmasa kerak-a? Nima dedinglar bolalar? Yo'q. Nega kulyapsan? Hali ham 3 kilo ortiqchasan. Senga suvdan boshqa narsa mumkin emas, bildingmi? To'ppa-to'g'ri. Kechadan beri quruq suv ichaverib, ichim shilinib ketdi-ku, vali. Surgidori ichsam bo'lar ekan. Doktor axboroting uchun. Agar pirojni yesang, tongda turib yugur dedi. Niyating o'qish bo'lsa, amallab chidaysan. To'g'rimi, Mahmud? Toqqa chiqmasang, do'loni qayda. Jon kuydirmasang, serjantlar maktabi qayda. Ha? O'zingdan qo'shma. Maqolni ham buzding. Ol, shukur, ol. Suvdan ichib ol. Bo'g'rirsog'im. Terapevtdan rosa qo'rqdim-da o'zi. Behzod, o'yin zo'r bo'ldi-da. Vopladinglar. Ana. Voy, ko'zga qaramaysanmi? Va'da qilingan bir chelak muzqaymoq mana qarshingizda. Namuncha ko'p. Biz hazillashdik deb o'yladim, yigitlar. Aytchi. Odam ovqatsiz qancha chidashi mumkin? Bir kunga ho'kiz o'lmaydi. 3 kunga egas bermaydi. To'g'ri. Sen ham qo'shma. Menimcha 2 kundan ortig'iga hech qaysi inson chidolmasa kerak. Senga o'xshagan yog' bosganlar
3 kunga ham chidaydi shukr. Senga gap bo'lsa, odam ochidan o'laman deyapti-yu, sen bo'lsa kulasan. Agar men bo'lmaganimda-chi, mana shu nafsing bilan allaqachon haydalib ketarding. To'g'rimi, Mahmud? To'g'ri. Sen ol, suvdan ich. Ol. Suyini ich. Og'riqlisan. Odam emas ekansanlar. Kelinglar. Hammaga tarqata qolaylik. Voh! Yaxshi. Zoir tarqat. Mana hozir. Yozib bir qorib kelib qopti. Yomon xijolatga Polvon, senga ikkita. Olinglar. Olinglar. Qani haqiqat bor ekan. Senga mumkin emas. Osh bo'lsin. Olinglar. Qani? Olinglar. Ana ko'rdingmi? Men senga nima degandim? Yo'lga solish kerak edi. bo'lding-ku? Essiz. Agar o'shanda kapitan suratingizni ko'rib qo'yganda nima bo'lardi? Hayronman. Yaxshiyamki ko'rmadi. Ha, Nodiraxon, o'zi ham xudo degan odammiz-da. Bo'lmasa kelib maktab boshlig'i shu payt qo'ng'iroq qilib qolarmidi? Nima qildi? Shartda daftarchani ochib, ichidagi rasm yulib berib yuborish kerak edi. Ha, aytishga oson oshna. O'sha paytdagi ahvolimizni bir ko'rganingda edi. Qali meni deb shu kuylarga tushib yursizlarmi? Rahmat. Mendan qaytmasa, gap aylantirmagin, xo'pmi? Faqat o'zingdan qaytsin. Yaxshi bir maqol bor. Quruq qoshiq og'iz yirtadi deydi, ha, Bekzod? Bekzod hammasini temir daftariga yozib yuribdi. Bekorga aytgani yo'q bu. Quloqlaringizga qarzga botib ketmalaring tag'in deb. Voy bu, Bekzod. Hali shunaqaman-dek. Nodiraxon, hisobli do'st ayrilmas deydilar. Agar bularga qo'yib bersangiz, daryoga olib borib sug'ormasdan qaytarib olib keladi. Ha? Zoir, o'sha qizni juda ham qattiq yaxshi ko'rar ekansiz-a? Buni sizga kim aytdi? Choy ichasizlarmi? Hozir olib kelaman. Men muzqaymoni pulini to'lab kelay. Menga qara, Alisher, o'tir. O'tir ikkovingam, shoshmanglar. Nodiraxon, juda yaxshi savol berdingiz. Shu vaqtgacha meni ikkita do'stim bor edi. Endi bo'lsa 3 ta. Rahmat sizlarga. Xursandman. Gap aylantirmasdan Nodiraxonning savoliga to'g'ri javob ber. Ha. Biz Madina bilan bir-birimizni yaxshi ko'rardik. Bir-birimiz bilan ahd paymon qilgandik. Erga tegyapti u. Mayli. Endi buni ahamiyati yo'q. Og'ayni. Bu nima qilganing? Bu bilan birovni to'yini buzdirmoqchimisan? To'yga hali yana 1 oy bor. Ungacha Xudo poshsho, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Ha, to'g'ri. Zoir, tinchlikmi? Nega rangingiz oqarib ketdi? O'zim. Zoir, bitta xatni deb shunchami endi? Hozirgina o'zing yirtib tashlamoqchi eding-ku. Zoir, dori pora olib kelib beraymi? Yana qon bosimingiz ko'tarilib ketmasin. Yo'q, rahmat. Ahamiyat bermang. O'tib ketadi. Yigitlar. Alisher, xatni menga ber. O'zimda tursin, to'y o'tguncha yirtmayman. Erkak gap-a? So'z beraman. Bu boshqa gap, o'g'il bola. Kelinglar, kayfiyatni tushirmaylik. A? Ekslan. Rostlan. Bugungi dars mavzusi tog'li to'siqlardan o'tish. Bu siz uchun yangi mashg'ulot. Asosiy e'tiborni xavfsizlik qoidalariga qaratinglar. Tushunarlimi? Xuddi shunday. Savollar bormi? Aslo yo'q. Boshladik. Qopda 25 kiloli yuk bor. Pastga tushirishda ehtiyot bo'ling. Sim ko'prikdan oyoqni uzmasdan harakatlaninglar. Vaqt esdan chiqmasin.
keyingi bo'lagida sakrang. Har bir bo'lakni bosib o'tish kerak. Oyoq yordamida harakatlaning. Chaqqonroq harakat qiling, vaqt ketyapti. Granatalardan birini mo'ljalga aniq uloqtiring. Toshlardan sakrab o'tib, jangovar holatni qabul qilinglar. Bugungi mavzudagi mashg'ulot yuqori darajada o'tdi. Kiravering, eshik ochiq. Kelinglar Assalomu qizlar. alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Charchash yo'q. Kelinglar qizlar. Xo'sh, xizmat? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanaqa Yo'q, kitoblar? yo'q, biz haligi Bu yerda sevgi haqida. bu yerda qiziqarli kitoblar ko'p ekan. Maylimi o'zimiz Mayli, qarab bolam. tanlab olsak? Bemalol Yaxshi tanlab bo'ladi. olaveringlar. Qiziqarli Rahmat, kitoblar Lizaveta juda Nikolaevna. ko'p. Xo'sh. Tez olaqa. Hozir mana. Yo'toyamiding? Yaxshilab qara. Bo'ldi, topdim. Ehtiyot bo'l, to'kilib ketmasin. Sen mendan 18 soniya oldin kelding. O'zing 25 kilolik qopni ko'tarayotganingda vaqtni boy berib qo'yding-da. Nima qilyapsizlar qizlar? Bu qanaqasi axir? Bizni kechiring, Lidiya kechiring. Nikolaevna. Mashg'ulot vaqtida o't betimiz ozgina shilingandi, shunga yo'l Mana qarang. surayotgandik. Qizlar, axir maktabimizda tibbiy bo'lim bor-ku, o'sha yoqqa bormaysizlarmi? Uyalamizda Lidiya Nikolaevna u yoqqa borishga. Noqulay. O'zi salgina Arzimagan narsaga kelishdi deb mazax qilishadi. Mazax qilishadi-da. Tushunarli qizlar. Yaxshi, mayli. Davom ettiraveringlar. Shunchaki Hech ojiza kimga deyishni hechqisi yo'q. istamasdik-da. Ko'nglinglar to'q bo'lsin. Bu haqda hech kim bilmaydi. Rahmat Lidiya Nikolaevna. Uni bosgan tuprog'ingni saqlashingda ota ona ishonchini oqlashingda vataningga xizmat qilish xohlashingda Jalol Temur ruhlari shod aylagin sen uni bosgan tuprog'ingni saqlashingda. O'ynamaymizmi shu qo'ramini aytib? Qaysi aydamiz? Kim oladi yana? Nisha boshla. Shugina yo. Kim oladi yo? Shugina yo. Rostla. Qoyilib boplading. Nima gap? O'yin qilyapsizmi, ha? Qani, sho'xidan chalchi, bir ko'raylik.
Kim oladi yo, shu gidani yo. Botir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Botir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Yomon chiqdi bola. Yasha Shovvoz. Baraka qiling. Xola? Oynisa xola? Xola? Kelayir. Oynisa xola, Ha? bormisiz? Hozir. Kim u? Men Madinaman. Mana hozir. Madina qizim, ke choy ichamiz, yuqoriga chiq. Kel oqa. Yo'q, rahmat xola. Otang, onang yaxshimi? Yaxshi yurishibdimi? Shukr, rahmat. Ha, chiq choy ichamiz. Yo'q, men shoshib turdim. Tinchlikmi qizim? Ha, tinchlik. Ke issiq non bilan choy ich. Yo'q, men mana buni. Nima bu? Voy, bu uzuk. Uzuk? Buni armiyaga ketishlaridan oldin yaxshi niyatda bergandilar. Men bora qolay. To'xta qizim. Qandoq qilamiz bolam? Meni ham seni kelin qilish niyatim bor edi qizim. Lekin peshonangga boshqasi yozilgan ekan bolam. Baxtli bo'lgin. O'g'limni sovg'asini olib qo'y. Xo'pmi? Yo'q. Yo'q xola. Bir, ikki, uch, to'rt. Mana. Rahmat. Nevropatolog ko'rigidan albatta o'tkazilish Xo'p shart. bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Hujjatlar tayyor bo'ldimi? Xuddi shunday o'rtoq podpolkovnik. Hammasi tayyor. Menga tibbiy ko'rikdan o'tolmagan askarlarning ro'yxati kerak. Hammasi o'tdi. Hamshira, ana u birinchi kuni qon bosimi ko'tarilgan yigitni ismi Sharifa nima edi? Zoir Ismatov shekilli. Ha, birinchi kuni o'sha yigitning qon bosimi baland edi. Ertasiga o'lchab ko'rsak, me'yorga tushib qopti. Yana bitta Baqqosov degan yigitni vazni oshiqroq ekan. Ozaman deb va'da berdi. Mandat komissiyasidan oldin har ikkala askarni yana bir marta tibbiy ko'rikdan o'tkazamiz. Yaxshi. Shular haqida menga ma'lumotnoma bering. Xo'p bo'ladi. Umuman olganda askarlarimizning salomatligi qanaqa? Bu yilgilar ancha yaxshi. Yigitlar dadil. O'tgan yilgi e'tirozlarimizdan keyin harbiy bo'linmalardan yaxshilab saralashayotganga o'xshaydi. Tushunarli. Ma'lumotnomani tezlashtirib bering, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Bo'pti. Voy, o'lmasam. Uzr. Yana hujjatlar bormi? Hozir bir daqiqa. Mana. Otam bergan non tuzing uchun shukr aytib baxtga to'laman. Xizmatingga yaray deb bir kun men albatta serjant bo'laman. Otam bergan non tuzing uchun shukr aytib baxtga to'laman. Xizmatingga yaray deb bir kun men albatta serjant bo'laman. Xizmatingga yaray deb bir kun men albatta serjant bo'laman. O'zim senga bo'layim
posbon kerak bo'lsa fido bo'lsin jon olsam sira qilmasman armon men albatta serjant bo'laman o'zim senga bo'layim posbon kerak bo'lsa fido bo'lsin jon olsam sira qilmasman armon men albatta serjant bo'laman Yo'qdog'ingga ko'z tegmasin deb chorbog'ingga ko'z tegmasin deb tuprog'ingga ko'z tegmasin deb men albatta serjant bo'laman yo'qdog'ingga ko'z tegmasin deb chorbog'ingga ko'z tegmasin deb tuprog'ingga ko'z tegmasin deb men albatta serjant bo'laman xizmatingga yaraydi bir kun men albatta serjant bo'laman o'zim senga bo'layim posbon kerak bo'lsa fido bo'lsin jon olsam sira qilmasman armon men albatta serjant bo'laman o'zim senga bo'layim posbon kerak bo'lsa fido bo'lsin jon olsam sira qilmasman armon men albatta serjant bo'laman o'zim senga bo'layim posbon kerak bo'lsa fido bo'lsin jon olsam sira qilmasman armon men albatta serjant bo'laman o'zim senga bo'layim posbon kerak bo'lsa fido bo'lsin jon olsam sira qilmasman armon men albatta serjant bo'laman